Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sefer multi-level imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun ajoyib yangilik. Sizlar uchun maxsus ilova yaratdik. Ushbu ilova orqali siz imtihonga samarali va sifatli tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ilova o'z ichiga ko'plab funksiyalarni oladi. U yerda listening, reading, writing, speaking, video darslar, full mock exam topshirish imkoniyatlari mavjud va hattoki speakingni xuddi imtihondagidek sharoitda topshirish imkoniyati bor. Model answerlar kiritilgan, ya'ni xuddi imtihonda tushadigan savollar asosida tuzilgan savollar. Albatta sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Hozir ana shu ilovani to'liq taqdimotini ko'rsatib beraman. Demak, TM School ilovasini yuklab olish uchun Play Store yoki App Store ga kiramiz va u joydan TM School deb qidirishimiz kerak bo'ladi. TM School application mana M harfi bor bo'lgan ilovani install qilamiz. Ozgina vaqt o'tadi. Install bo'lgandan so'ng open bosamiz va bizni ro'yxatdan o'tish yoki kirish tugmasi chiqadi. Xo'p, ro'yxatdan o'tishni agar birinchi marta ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, birinchi marta foydalanayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Xo'p, ism familiyaga yozamiz. Misol uchun Muzaffar Abdullayev. Telefon raqam kiritamiz. Parol yo'lab topamiz. Va ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Birozdan so'ng bizga SMS xabarnoma kelishi kerak. SMS kodni kiriting degan. Agar shu holatda SMS kelmaydigan bo'lsa, mana bu Telegram orqali kodni olishni bosib Telegram orqali olishingiz mumkin. Lekin mana hozir keldi 65 60 65 60 yozdim. Demak, mana bizga endi ilova ichiga kirdik. Hop, ilova ichiga kirganimizda tepada yangiliklar bilan tanishishingiz mumkin. O'rtada mashqlar, listening, reading, writing, speaking va full mock uchun alohida qism va pastda video darslar joylashgan. Xo'sh, demak siz YouTube'da ko'rgan video darslar asosan mana shu video darslar ostida joylashgan va sefer mashqlari biroz separoqda. Sefer mashqlaridan boshlasam, demak har bir qism bo'yicha ko'rib turibsiz bu yerda har bir alohida section bor. Aytaylik, mana listeningga kiradigan bo'lsam, listening kirganda testlar ro'yxati chiqadi. Mana listening part 1, part 2, part 3, listening part 3 easy, difficult savollari, part 4 savollari, part 5 savollari, multiple choice va part 6 savollari berilgan va oxirida mock ham berilgan. Mock ko'proq naring tomonda ko'proq, shuning uchun bu yerga kamroq joylab qo'yganmiz. Demak, misol uchun listening part 1 ga kiradigan bo'lsam, aytaylik mana bu joyda birinchisiga bosaman, boshlash tugmasini bosishim mumkin va undan so'ng meni o'sha test ichiga olib kiradi. Xo'p, bu yerda mana savollar berilgan, audioni bosganimdan keyin audio boshlaydi. Part 1. You will hear some sentence. You will hear each sentence twice. Audioni eshitib, javoblarni belgilab chiqaman. Misol uchun har xil savol javoblarni belgilayman. Misol uchun hozir hammasini B qilib belgilasam mumkin. Va menga javoblarni chiqarib beradi. Necha foiz? Mana misol siz ikkita to'g'ri savolga javob berdingiz va 25% to'g'ri javoblarga ega bo'ldingiz va bu joyda endi qaysilari to'g'ri va qaysilari noto'g'ri ekanligini ko'rsatib beryapti. Xuddi shunday boshqa qismlarda ham xuddi shunaqa, ya'ni listening savollarini part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 bo'yicha ishlashingiz mumkin. Endi mana shu joyda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana ko'ryapsiz, bu yerda 4-testdan boshlab premium holat turibdi. Ya'ni 3-testgacha bepul, 4-testdan boshlab esa pullik testlar. Qolgan holatlarda ham xuddi shunday mana yopilgan holatda bo'ladi. Xo'sh, okay. Endi premium haqida biroz keyinroq. Bu joyda listening, endi reading kiramiz. Reading kirganimizda ham xuddi shunday bizda savollar to'plami. Har bir qism bo'yicha, part 1 bo'yicha mana 78 ta savol, part 2 bo'yicha, part heading savollari osonroq, qiyinroq, true, false, not given. Va albatta buni yana qo'shimcha kiritib boramiz. Hozircha ba'zi sectionlarda
savollar kamroq, lekin albatta bularni ishlagunimizcha hali ko'p savollarni kiritishga ulguramiz. Xo'p, misol uchun part 1 savollaridan ishlasam. Xo'p, kiramiz va juda ham qulay qilingan reading savollari ham, chunki mana bu tepada TT degan narsa bor va vaqtni ko'rishingiz mumkin bu yerda mana. Xo'p, ya'ni vaqt berilgan va TT funksiyasi berilgan. Endi bu funksiyalar nimani anglatadi? TT ni bosadigan bo'lsam, harflarni shriftini kattalashtirishim mumkin, o'zimga qulayroq o'qishim uchun. Xo'p, misol uchun keyin ishlashim mumkin, vaqtga qarab ishlashim mumkin. Xo'p, misol uchun is most of the wolf species. Qolganlarini endi ochib belgilamayman. Submit tugmasini bosaman, mana bitta to'g'ri javobni topdim. Xo'p, va bu joyda javoblari bor. Okay. Va xuddi shunday boshqa reading savollarni ham ishlashingiz mumkin. Endi writing keladigan bo'lsak, writing task 1, task 2 hozircha bu joyga endi ma'lumotlar qo'shib boramiz. Bu yerda ham testlarni, oldingi testlarni asosan joylab qo'yamiz va oldingi tushgan savollar asosida siz ozgina practice qilishingiz mumkin. Mavzu berilgan bo'ladi, vaqt qo'yilgan bo'ladi tepada va ana shu mavzuda siz yozishingiz kerak bo'ladi. Hozircha ilovada tekshirish imkoniyati, ya'ni AI tekshirish imkoniyati yo'q. Keyinchalik kiritish niyatimiz bor albatta buni. Xudo xohlasa albatta buni ham qo'shib qo'yamiz. Hozircha faqatgina shu savollar vaqt qo'yilgan bo'ladi. Va example answer ham bor. Agar kimdir example o'rganmoqchi bo'lsa, mana shu exampleni ko'rib olish ham mumkin bo'ladi. Okay, tasvirda ham xuddi shunday. Full examda ham xuddi shunday. Endi asosiy qismi ilovani juda ham bir eng kerakli, eng zo'r funksiyasi bu speakingda joylashgan. Chunki speakingda bilamiz, imtihonda kompyuterga gapirishimiz kerak bo'ladi va kompyuterga gapirganimizda shu savollarni vaqt bosim ostida gapirishimiz kerak. Mana shunga juda ham yaxshi practice bo'ladi sizlarga speakingda. Hop, misol uchun mana part 1 savollariga keladigan bo'lsak, bu yerda hozircha mana 30 ta set savollar bor, ya'ni 30 ta test. Har bir testning ichida 6 tadan savol. Mana buncha kiramiz va mana so'raydi sizdan audio recordingga ruxsat berishni. Hop, while using this app yozib qo'yaman. Hop, endi zo'r tomoni siz speaking imtihoniga tayyorlanish paytida mana bu model answerni kirib turib, bu joydan model answerni ko'rib olishingiz mumkin, o'qib olishingiz mumkin. Savollarga javoblarni o'rganib, yodlab ba'zi bir joylarini. Xo'p, va undan so'ng esa boshlash tugmasini bosib, xuddi imtihondagidek sekundlariga gapirishingiz mumkin. Hozir mana ko'ramiz. Okay, mana please tell me about your best friend. 5 sekund vaqt o'ylash uchun o'ylab ko'rdik. Va endi ovozimizni yozamiz. Mana pastda ovoz yozish ketyapti bu joyda. Va ovozimizni keyinchalik eshitishimiz mumkin yoki boshqa bir odam eshitib bizga baho berishi mumkin. Hozircha AI orqali tekshirish imkoniyati yo'q, lekin keyingi versiyalarda albatta buni qo'shishga harakat qilamiz. Endi agar kimdir aytaylik javob mana keyingi savolga o'tishni bossa, birdaniga o'tkazib yuboradi. Tell me about your country, mana 5 sekund vaqt kutasiz va javob berishingiz kerak bo'ladi. Agar siz kutib o'tirishni xohlamasangiz, keyingi savolga o'tib ketishingiz mumkin. Hop, xuddi shunday bu yerda part 1.2 savollarni bilasizlar. Rasmli savollar, mana rasmni tasvirlash, rasmlar berilgan, pastda sekundameri bor va shu savolga javob berish kerak bo'ladi. Hop, 45 sekund birinchi savollar uchun. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savollarda 5 sekunddan vaqt beriladi. Hop. Va keyingi savolga o'tamiz. Tepada savol berilgan. Va tugatamiz. Hop. Okay. Demak, hop, endi speaking ana shu yozib olingan audiolarga kiradigan bo'lsak, bu joyda bizni topshirgan o'sha audiolarimiz, javob bergan audiolarimizni yozilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, va part 2 da ham xuddi shunaqa. Part 2 ga kiramiz. Va part 2 da mana savollar bu yerda berilgan yana qo'shimcha. Aytaylik mana
birortasiga kiradigan bo'lsak, a critical decision, model answer bor bu yerda ham. Va hop, okey. Savol, model answer, hop, okey va boshlashni ezamiz. Hop, savollar ketdi. 1 minut o'ylash uchun vaqt va 1 minut o'ylab bo'lganingizdan so'ng boshlashni bosib turib, keyin 2 daqiqa davomida gapirishingiz kerak bo'ladi. Okey. Demak, endi part 3 savollariga o'tadigan bo'lsak, part 3da ham xuddi shunday, ya'ni xuddi imtihondagidek savollar tuzib chiqilgan va eng yaxshi tomoni mana shu imtihon savollari asosida tuzilgan bu testlar. Ya'ni aynan tushayotgan va qayta tushadigan savollar asosida tuzilgan. Shuning uchun qo'rqmasdan bemalol mana shu savollarga tayyorlanishingiz mumkin. Albatta sizga ham imtihonda tushib qolishi mumkin. Hop, okey. Va model answer ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerda ham shu model answerni o'qib o'rganib olgandan so'ng biz boshlash tugmasini bosamiz va hop, va shu savollarga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Okey, bu yerda ham 1 minut vaqt o'ylash uchun savollar tepada berilgan va oxirida tugatib qo'yishingiz mumkin. Xuddi shunday full exam shaklida ham bor. Ya'ni uchalasi birga topshirishingiz mumkin, uchalasi birdaniga full exam holatida ham topshirishingiz mumkin. Men shaxsiy tavsiyam birinchi o'rinda mana shu partlar bo'yicha ishlab olib, keyin full examga o'tish. Birinchi part 1 savollari, keyin part 2, keyin part 3 savollariga o'tish juda ham foydali funksiya, eng kerakli funksiyalardan biri ilovamizni aynan mana shu speaking qismi bo'ladi. Shu qismiga ko'proq e'tibor berishingizni tavsiya qilaman. Hop, endi pastga o'tamiz. Full mock qismi ham bor bu yerda. Full mock qismida siz listening, reading bo'yicha listening mana ko'rasiz bu yerda listening alohida o'zini full mock shaklida topshirishingiz mumkin. Reading alohida full mock shaklida topshirishingiz mumkin yoki listening, reading birgalikda topshirishingiz mumkin. Speaking imtihonlar naryoqda berilgan va full mock, ya'ni hammasini birgalikda listening, reading, writing, speaking ham full mock shaklida ham topshirishingiz mumkin bo'ladi. Hop, hali bu savollar yana to'ldiriladi. Hozircha mana shu kiritilgan savollar. Hop, okey. Demak, endi keyingi asosiy qismlardan biri bu mana shu video darslar. Hozircha video darslar bu yerda bepul video darslar, aynan YouTube'da berilgan bepul video darslar asosida darslar tuzib chiqilgan. Keyinchalik premium video darslarni ham qo'shish rejasi bor. Hop, endi bu yerda misol uchun deylik, mana letter bo'yicha kiramiz va bu joyda har bir letterni ko'rishingiz mumkin. Mana YouTube'dan o'qiganingizda ozgina tartibsizroq topish qiyin. Ya'ni qaysidir mavzuni topish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunaqa chiroyli qilib joylashib qo'ydik. Misol uchun sizga tasvir kerak bo'lsa tasvir, listening bo'lsa listening, reading bo'lsa reading, speaking bo'lsa speaking bo'yicha tushgan savollar, foydali maslahatlar, vocabulary darslari, letterlar tahlili, xullas juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan bu joyda. Misol uchun mana birortasiga kirib ko'ramizda va aytaylik writing introduction. Hop. Okey. Salom aziz o'quvchilar. Bu joyda ko'rishingiz mumkin, kattalashtirishingiz mumkin ekranni. Komment yozishingiz mumkin. Hop, biror bir komment yozishingiz mumkin agar fikringiz bo'lsa va fayllar bo'lsa yuklab olishingiz mumkin bu yerda. Playlistda qanaqadir boshqa mavzular bo'ladigan bo'lsa, o'sha mavzularni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir agar birortasini ko'radigan bo'lsak, deylik, hop, ya'ni playlist ichida ko'proq bo'lgan mavzular bo'lsa agar, aytaylik, playlistda hop. Assalomu alaykum aziz. Bunday yo'q ekan. Xullas, ana shu playlist bo'yicha agar qo'shimcha darslar bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda bor hozir. Vocabulary darslari, misol uchun mana health mavzusi deylik, kiramiz. Assalomu alaykum. Hop, bu joyda mana fayllarni agar bo'lsa yuklab olasiz. Playlistda mana shu health mavzusida mana 5 ta, 6 ta dars bor. O'sha 6 darslarni hammasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, juda ham tartibli qilib joylashtirib qo'yganmiz sizlar uchun. Hop, endi albatta ko'rib turibsiz, juda ham katta ish qilingan, ko'p ma'lumotlar yig'ilgan, katta mehnat qilingan. Albatta buni ortida ko'p yillik
tajriba, mehnat va albatta investitsiya yotibdi. Shuning uchun hammasi bepul qilish imkoniyati yo'q va premium tariflari bor. O'sha premium tariflar bo'yicha siz sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu premiumga kirganimizda tariflar ko'rinadi. Endi kelajakda bu tariflar o'zgarishi mumkin. Mana misol uchun deylik, 3 kunlik sotib olishingiz mumkin, 10 kunlik, 30 kunlik, 60 kunlik obuna bo'lishingiz mumkin. Xo'p, obuna bo'lish juda qiyin emas. Mana misol uchun deylik, bronza tarifiga obuna bo'lmoqchiman va obuna bo'lishni bosaman va bosganimdan so'ng xo'p, ya'ni o'zingizga qulay to'lov uslubini tanlab turib to'lashingiz mumkin. Deylik, sizda aytaylik karta, Click yoki PayMe yo'q bo'lsa ham, mana shu misol uchun PayMe'ni chekiramanda u joyga karta raqamlaringizni kiritib bemalol to'lov qilishingiz mumkin. Mana bu joyga registratsiyasiz o'sha karta raqamlaringizni kiritasiz va undan so'ng to'lovni amalga oshirib bemalol qo'shimcha funksiyalardan foydalanishingiz mumkin. Xo'p, endi agar mana shu joyda yana bir taklif, o'qituvchilar bor albatta bizda. O'qituvchilar aytaylik biz bilan hamkorlik qilishi mumkin. Ya'ni o'quvchilar uchun ushbu ilovani sotib olmoqchi bo'lsa, diskaunt holatda berishimiz mumkin. Ya'ni chegirma qilib berishimiz mumkin. Chunki ko'pchilik uchun olayotgan holatda chegirma orqali sotib olishingiz mumkin va chegirmani olish uchun biz bilan bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Telegram orqali yozsangiz bemalol o'sha diskauntni kelishishimiz mumkin. Mana ilova bilan ham tanishib oldik. O'ylaymanki, ushbu ilova ko'plab insonlarga B2C1 sertifikatlarini olishda katta yordam beradi. Ilovani Sales Study uchun ishlatishingiz mumkin yoki o'qiyotgan kursingizga qo'shimcha material sifatida ham ishlatishingiz mumkin. O'qituvchilar uchun eslatma: agar siz guruhingiz uchun agar mana shu ilovani ulab berishni xohlasangiz, o'quvchilaringiz foydalanishni xohlasangiz, mana shu ilovani biz chegirma asosida o'quvchilaringizni ulab berishimiz mumkin. Uning uchun bizga Telegram orqali murojaat qiling va biz mana shu shartlarni aytib o'tamiz. Hammaga kattakon rahmat e'tiboringlar uchun. Salomat bo'linglar. Hammaga imtihonlarda omad tilayman. See you soon. Take care.